o'zimizdan chiqmaguncha trenerlar, futbolistlar baribir futbolga yalchib imzo tortadi. Shuning uchun hamma onaxonlardan iltimos qilaman, kelinlarga iltimos qilinglar, tug'ilayotgan chaqaloq futbolist bo'lsin deb yursin ichida. Albatta futbolist bo'ladi o'sha. O'g'il tug'ilsin va futbolist bo'lsin deylar. Albatta bo'ladi. Mana jahon chempionatida qayerda komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizning komanda. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham mayli edi. Bitta maroj deb qaytib kelsa mayli edi.